Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Oldin qatim 12 barmoq uchun so'zlagan. Bu qatim shu 12 barmoq yallığı bilan ئاشقازان yallığıniki farqi ne qarindoshlarning bilib olishini umid qilib, buni qisqa so'zlab o'tay deb o'yladim. Ammo shu ko'pinchalarniki shu oshqozon og'riydi deydi, ammo 12 barmoq og'ridi degan gapni tuzuk anglamaymiz. Ammo ikkisining nihoyat cho'ng bir farqi bor. Bu farq nima degan chaqda tamoqdan keyin og'rishi oshqozon yallug'iniki yoki oshqozonning eg'ir yalluqdan bo'ladi. Agar tamoqdan burun qusoq ochgan vaqtlarda og'rig'ini bu 12 barmoq uchayniki og'rish bo'ladi ekan. Uningki yosh farqi kelgan chaqda 20 yoshdan 40 yoshgacha atrofidagilarda shu 12 barmoq uchay ko'proq bo'ldi ekan. Anandan keyin 40 yoshdan 60 yoshgacha uning yartmisi uningdan hamda statikalarda hamda shu atrofdagilarda asosan oshqozon yallug'i bo'ldi ekanda. Shunga birdan bir cho'ng farqi shu. Uningdan keyin uning alomatlari degandek har xil alomatlar bo'ladi. Bularni hamda men yig'inchoqlab so'zlasam 12 barmoq uchay yallug'i eg'ir bo'lganlarda ko'pincha ahvolda uqidi ham kasallar. Shunchalik bearam bo'lish, kechasi qattiq og'rish, bo'lib shu kechasi qattiq og'riydiganlar bo'lib to'lg'inib ketadiganlar. Oldin qatim so'zlagandek shu oshqozondagi perorikin deb qo'ydi yaponchada hamda. Shuningki bir xil bakteriyaning borligidan bo'ladi ekan. Shunlashqa hamda buning alomatlari ko'p. Agar yalluq shunaq davomlashaversa, uni hatto oshqozon tishilib ketish ahvollari bo'ladi. Hamda buni so'zlash orqali bir misol ko'z oldim kelib qoldi. Shuni so'zlab bersam, bu oshqozonniki tishilib ketishiniki bir kasalning ahvoli. Vatan vaqtimda men jiddiy bo'limchiga vaqtida kechasi bir kasal keldi. Ayol kasal, qusug'i shunchalik qattiq bo'lib ketgan. Chinqilib necha oylik bola bodakdan bir hisobda. Ondan keyin tekshirsak oshqozon tishilib ketibdi. Shuni bilan jiddiy operatsiyaga kirdik. Operatsiyaga kirgancha qanday bo'ldi degan chaqda men bu birinchi qatim ko'rishim tajribasi bor doktorlar bilan tan chiqqandan keyin u qusoqni, qusoq qatlamlarini birdan kesib kirmizda. Kirgandan keyin eng ostidagi shu qusoqning haqiqiy qusoq pardasini yaradigan vaqtida bu kasalniki butun shu yurak so'qishi o'pkalarga diqqat qilmasa, bu bir yo'ldan bu qusoqniki suyuqligi etilib chiqib ketsa, bu kasalga nihoyat o'lim girdog'i beradigan ish bo'ldi ekan. Shunlashqa doktorlar dedi, biz qarab turdik, shuning bilan diqqat bilan shu qusoqniki pardasini yardik. Yerishimiz bilan tang shu besim bilan shu oshqozondagi chiqqan masalan sey ko'ktat deymiz yegan narsalar butunlay shu to'risqa shu operatsiya qilgan uguzga deymizmi hamda to'risq etilib chiqdi-da, shuning qusug'i kichiklab ketdi. Demakchi tishilib ketgan chaqda qusoqning besimi shunchalik kuchli bo'ldi ekanda. Albatta oldin qatim so'zlagandek shu oshqozon kislotasining kuchi bor degandek. Shuning bilan bu bemorni qutuldirib akeldik desak bo'ldi. Buni hamda amaliyotda atrofdagi may moddalari, uningki shilimshiq moddalar bor. Uni so'zlab kelsam bak murakkab. Shular orqali hamda ba'zi har xil bu operatsiyasi, oldin qatim so'zladim, bu oshqozonniki operatsiya qilish usullari. Shunga buni yamaymiz bir hisobda. Yamab shundoq yaxshi bo'lib ketdi. Qusoqlarni tozalab degandek. Shilankilarni ko'rsizlar doktorxonalarda, shundoq kasallarniki atrof shu shilankini bir mazgil qutib qo'yib, qusoqdan pastgina sular desak bo'ldi, bir hisobda ajratmalar chiqib ketgandan keyin shilankilarni evitimiz. Shunday misol ko'z oldim kelib qoldi, shunga so'zlab beray dedim. Demakchi shu oshqozon hamda oldin qatim shunchalik mustahkam dedim. Shunlashqa hamda ba'zida biz joyillik qilib desam bo'ladi. Bo'lib erlar ko'parak deb o'ylayman. Men jiq anayman atrofimda. Shu doktorga ko'rolmaydigan ahvol deymizmi? Amal bor bo'lsa hamda men necha qatim dedim, takrorlab ketdim. Doktorchilik degan kasalning oldini olish eng muhim hisoblanadi. Shunlashqa azroq o'zimizdan bo'lsa, o'zimiz davolig'imiz eng yaxshi. Faqat bo'lmagan chaqda bordi-da ba'zi kasallar. Unda qilmay bo'lsa, sal o'zimizniki nima deymiz, bearamchilik bak ig'ir, sal ig'irg'u deb o'zimiz his qilgan chaqda cho'qim berib tekshirishimiz kerak.
Anandan keyin men bugun tuyuqsizlam so'zlab qoldim. Tartib bo'yicha so'zlayapman. Har qatimda shu savollarga javob, undan keyin bugungi dars, anandan keyin badanimizdagi shu ajoyiblar degan qatorda so'zlamoqchi. Tuyuqsizlar men erkin azada so'zlab ketdim. Uning ustiga bugun kunduzda shunchalik isib ketdi. Shuning tushdan keyin kechqurun bo'lgancha so'zlayapman. Şuna hamda tezroq baldıroq so'zlab olay deb shunaqa dedim. Amal baslarni vaqtinglarni olmaslikqa tirishma. Anandan keyin shu manqamchiq savollar tushdi. Shu oshqozon kislotasi to'g'riliq, shu oshqozon 12 barmoq ichi to'g'riliq degandek. Shu savollarga hamda mening hozirgi yozganimni desam, ba'zi bemorlar, ba'zi qarindoshlar shunaqa menda shu nima batdi, shu pirorikinal bakteriya batdi oshqozonimda, davomli tekshirasam bo'lamdi, kamera oshqozon kamerasini davomli solsam bo'lamdi degandek savollar tushdi. Meningcha hamda doktorlarmi davomli silishni yaxshi ko'rmaydi. Albatta u bir kamera kanaldan o'tgandan keyin kanalni g'idiqlab davomli g'idiqlagandan keyin yalluq bo'lib ketadi. Shunlashqa meningcha bu bakteriya nima tekshirishi 20 yilda bir ya 1 yil bir bo'ladi. Cho'ng jihat aytgan chog'da ba'zi materiallar qarasam bu bakteriya darisi udul kelib yaxshi bo'lib qolsa bir haftadan 2 haftaga yaxshi bo'lib ketadi ekan. Ba'zilarning 1 yildan 2 yilga cho'zildi ekan. O'xshamaydi ekan odam bilan odamniki. Shunaqa usullar bor ekan. Buni hamda tekshirtib, masalan 12 barmoq uchay yalluqi, undan keyin oshqozon uchay yalluq bo'lgan chog'da birdan-bir tekshirish usullari shu kamera orqali tekshirsa, naytalqi diagnoz qo'yish nimasi to'liq yaxshi bo'ladi ekan. Andan keyin shuning asosan davolasak bo'ldi ekan demoqchi. Bugun hamda qisqa qilib shunday so'zlab turay. Asosiy bugungi maqsad shu 12 barmoq uchay bilan 12 barmoq uchay yallug'i bilan oshqozon yallug'iniki farqi so'zlamoqchi. Hamda boya savollarga javob berdim. Yana savollar bo'lsa, yana javob berib turman. Undan keyin shu badanimizdagi qiziqarli ishlar har qatim so'zlab turyapman. Buni hamda ajoyiblar deb so'zlasam, badanning ichidagi bu asosiy birinchidan bizning chechimizning umri deydi. Chechimiz tushib turdi, chiqib turdi. Buning umri odatda o'ttir hisobda 3 yildan 7 yilgacha bo'ladi ekan. Anandan keyin bu hujayraning ko'zi ko'gil bo'lmaymiz deymiz ham o'yla. Albatta men doktorlik o'rgangandan keyin bildim buni. Birdan bir ko'zi ko'gil bo'ladigan hujayra ayollarning tuxumdan hujayrasi ekan. Anandan keyin yana bir qiziqish, yangi tug'ilgan buvoq deydi. Shu rangni faqat oq bilan qorinlam ko'ra oladi ekan. Oq rang, qora ranglam tuna oladi ekan demoqchi. Odatdagi ranglarmi qaraganda shu oq qora ko'rindi ekan. Demoqchi balkim anğanlar bo'lishi mumkin. Mush kichik bolalarga tug'ilgandan keyin har xil rangli narsalar qilib bersa bak yaxshi deb. Uning uchun bir ilmiy asos bor deb o'ylagandim. Men ajoyibni ko'rib haqiqatan ashunaq bo'ldi ekan deb o'yladim. Undan keyin bizning bir tal chechimiz niki shu ig'irlik ko'tarishi 1 kilogram narsalarni ko'tara oladi ekan. Aniki odamlarning ichida butun bu hamda men buni hamda yaponchadan nikini tarjima qilib beryapman. Bu statistikalar ekanda bu. Odamlarning ichida qon tipining ichida eng ko'pi O qon tipi bo'ladi ekan. Undan keyin shu odam qo'rqinish his qilgan chog'da bir ishlar qo'rqib ketgan vaqtimizda birdan bir qulqimizning kiri ko'plab ketadi ekan. Bunda qiziqarli ishlar bor ekan. Demoqchi bugun shunchalik so'zlab turay. Bu ham kechqurun qorong'i tushib qoldi. Bo'ldi hamsa davomli kuninglarning yaxshi o'tishini umid qilaman. Xayr xo'sh. Men Memetjan Qurbondan hammanglarga salom.